ulamolarga basifat bir kichkina olim aytamanki, bu millatga qadr qilishlik kerak. Ramazoni guzashta iki ustimizdan o'tdi. Ostorliyodan bir javon zang qo'ydi. Mumkin meni fayomimni eshitsa. Aytdi, janobi Mavlosi, bir olimni axtaraman, hanuz adresini topolganim yo'q. Men aytdim, kimdi? Aytdi, shahid Mavlosi Muhammad Sodiqxon. Va'zi bayonini Ostorliyoga men eshitaman. Andakkina ko'makim bor. Agar shuni shahidlarga, xonadonlarga eshitira olsangiz. Havolo berdi shogirdlarim, hozir oldimga berdim tazkirasini, borib havolani olgandan sonra muxlis do'stlar ki do'kondorda mumkin shu yerga men bilan kelgan bo'lsa, bu kishiga aytdim, mo'taringni ko'taga mana buncha jinsni qo'yasan, o'zing ham aytdim, to'rtta do'stga aytdimki, xurmo tamom bir oyligini qat'an bittaga muhtoj bo'lmasini yetib berasan. Ba'zisi yetib berdi. Kelgandan sonra sizlar tanisanglar, men tanimayman. Muhammadjon o'g'li dashga keldi dedi. Kapchga oyog'iga kelganib qarab bo'lmaydi. Darvoza qadimisi hanuz ham yangi bo'lgan yo'qdir. Ammo shuncha umid menga topildiki, ey falon olim. Basifati bir olim millatingga xizmat qil. Agar bitta bo'lmasa ham bitta bir seni sag'irning qo'lidan ushlaydi. Olim ma'ruflar, riyosatlarga ega inog'alarim, qazovatlarga ega ma'lum so'yiblar inog'alarim, bu millati sharifni xizmatini boyat qilibsiz. Vallahi ki 7 naslingizgacha ham bir farzandingizni xor bo'lganini qo'ysa bo'lmaydi. Dar suratiki Sodiqxon bizga xizmat qilgan. Mavlosi Muhammad Sodiqday shahidlik qonlari mana bunday ko'kalamlarga eng arzishmand, donishmand ulamolar va yaxshi shaxsiyatlar ichimizga o'ltirganda bu maydonga keltirgan bunday kishini qonlari bilan kelgan. Shu asosdan oxirin fayomim mamsidiki aziz otalarim, har xizmati qilibsizlar Robbil alamin. İnşallah qaimud doimayn shoir alayhi rahman arabchasiga bayon qiladi va ma min katibin illa satabqa kitabatuhu va in faniyat yadahu. Hiç katib yo'q, hiç ahli qalam yo'q, hiç bilimdon yo'q, hiç bir vaiz va olim yo'q, hiç bir mudarris ahli tadris yo'q. Magar ham kitobati qilgan xizmatlari boqi qoladi va in faniyat yadahu. Agar chandiki bugina qo'llari qabrda tayiga fonih bo'lib ketgan. Fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamah an tara. Qalam bitayotgan kishi hargiz qalamingni va oyog'ingni xato bosmaganki qiyomat kuniga buni ko'rgan ballalaringga xushhol bo'lsang, navoyat ham bo'lsang.